Hammaga salom do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan Dilasiz Arifjonov kanali do'stlar va bugungi videoda biz Dream Liga Soccer o'yinida mana bu hozir kelgan yangi Dream Draft tarkib tuzamiz, sxema o'zimizga. Xo'p, do'stlar, bugun video yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Like bosib, podpiska bosib, qo'llab-quvvatlab borasizlar. Xo'p, biz hozir bu yerda mayli, mana bu 5-3-2 tarkibini tanlaymiz. Bu yerda hozir do'stlar Rafinha tushmoqda 91lik kartasi bilan. Xo'p, endi bu yerda 6 ta darvozabon. Bu yerda hozir biz Bonuni tanlaymiz, mayli. Endi bu yerda himoyachilar kelmoqda. Uncha kuchli tarkib bo'lmayapti. Asosan ko'k kartali o'sha futbolchilar tushyapti. Hozir biz bu yerdan Gayani tanladik, mana bu futbolchini. Bu yerda endi o'ylab o'tirmasdan Saliba. Xo'p, do'stlar, videolarga sal tanaffus bo'ldi, cho'zilib ketdik. Buni sababi nima desanglar, chunki biz o'sha akkauntimiz o'chib ketdi, oldingi video olayotgan. Hozir yangi akkaunt ochib, o'shani kuchaytirib, iloji boricha maksimal videolar olishga harakat qilyapmiz, do'stlar. Shuning uchun like bosib, podpiska bosib olinglar, do'stlar. Hali bundan-da qiziq kontentlar oldinda. Xo'p, biz hozir tarkibimizni mana bu yerda tuzyapmiz. Ruben Diashni olamiz bu yerda. Endi bu yerda o'ylab o'tirmasdan Hakimi albatta. Va bu yerda hozir tezligi balandini olishimiz kerak. Ko'rsatishlar yaxshi emas ekan bu futbolchilarni, mayli. Endi Mkhitaryanni olaveramiz. Va bu yerda Rodri. Xo'p, qiyin tanlov keldi hozir. Nicolo Barella hamda Moises Caicedo. Caicedoning ko'rsatkichlari yaxshi ekan nisbatan, mayli. Shuning uchun uni olamiz. Bu yerda mayli Griezmann. Xo'p. Endi bu yerda biz zaxira darvozabonni tanlaymiz. Bu yerda kimni tanlasak bo'ladi yaxshiroq? Mayli, Chesneyni tanladi qoldik. Bu yerda mana yaxshi futbolchilar kelyapti, tezlik. Kerkezni ham tezligi yaxshi ekan. Mana Baldini tezlik hammasidan baland ekan-ku. Xo'p, bu yerda endi yana himoyachilar. Kimni ham tezligi yaxshi ekan va darajasi ham ko'proq. Xo'p, bu yerda Arrascaetani olamiz. Bu yerda hozir endi do'stlar biz tezligi kuchlirog'ini olishimiz kerak. Xo'p, hozir bu yerda qanday futbolchilar berilyapti bizga? Biz Kulusevskini olamiz. Tezligi eng baland ekan. Mana bu Mintexni tezligi do'stlar, qaranglar, 90 ekan. Shuni olaveramiz. Va bu yerda Watkins hujumchilar. Mayli, bu yerda Alexander Sörlotni olamiz. Endi bu yerda mayli Ekitiki. Mayli, hozir mana do'stlar ochyapmiz tarkibni. Yaxshi tarkib bo'ldi, unchalik yomon emas. Mana hozircha sal internetda muammo bo'lyapti. Bu endi qachon bo'ladi bu? Mana do'stlar, tarkibimiz hozir shunday bo'ldi. Xo'p. Yaxshi tarkib, nisbatan qaranglar, mana ko'rib turibsizlar tarkibni. Juda ham ajoyib bo'ldi. Faqat darvozabon sal Chesney bo'ldi. Bu darvozabon faqat ko'p bo'lib qolyapti, ammo tarkibni ko'rib turibsizlar, yaxshi do'stlar. Dream Draft tarkibimizni ham tuzib oldik. Bu yerda mana g'alaba bilan finalgacha 7 ta raund o'ynashimiz kerak va oxirida
250 ta Dream Point berar ekan. Va ajoyib bu Dream Pointni juda ham ko'p berar ekan. Va hozir do'stlar, bugungi videomizda mana shulardan iborat edi do'stlar. Mana bizning hozirgi tarkibimiz bu albatta kuchsiz akkaunt, yildiz tushirilgan. Keyingi videolarda shu yildizlarni full qilish videolarini olamiz. Hozircha bu yangi ochilgan akkaunt ko'ryapsizlar. Hozircha shunday. Mana shu akkauntni kuchaytirib do'stlar, endi sizlar bilan video olamiz. Dream Stars'dan ham afsuski qolib ketganim uchun akkauntim o'chib ketgan tufayli ikkitagina futbolchilarni ola oldim faqat. Xo'p do'stlar, hammanglarga xayr. Yaxshi kayfiyat tilayman. Keyingi videolargacha ko'rishguncha sizlar bilan Dilasiz Zarifjonov kanali edi. Hammaga xayr.